Stadion yonar, bayroqlar hilpirar osmonda. Bugun butun yuraklar bir nom bilan uradi. O'zbekiston. Yashil maydonda bo'rilar yugurar, eldor uradi, tribunalar qaynaydi. Masharib to'r qanotlarda uchadi, hammani oldinga cho'llaydi. Shomurodov gol sari yugurar, Fayzulayev ser bilan o'ynar, O'tkir Yusupov darvozada devor. Bugun maydonda faqat g'alaba bor. O'zbekiston, O'zbekiston maydonlarida yonadi qalblar olloy. Biz yiqilmaymiz, biz to'xtamaymiz. Bo'rilar bilan oldinga, bayrog'imiz osmonda hilpiraydi. Har g'alaba tarix bo'lib yoziladi. Bugun stadionlar zaga keladi, chunki o'zbeklar keldi. Abbosbek Fayzulayev serxilli paslar qiladi. Jaloliddin Masharipov raqiblarini dog'da qoldiradi. Odil Hamrobekov markazni boshqarar, Rustam Mashurmatov himoyada jang qilar. Azizbek Turg'unboyev tezlik bilan uchar, muxlislar ovozi osmonni yorib chiqar. Har pas ortida ishonch yashaydi, har gol bilan million qalb yig'laydi. Bugun butun xalq birga kuylaydi. O'zbekiston oldinga, barabanlar yangraydi, tribunalar portlaydi. Oxirgi daqiqalarda yurak tez uradi va himoyada turadi Abduqodir Husanov. Temir devordek yo'lni yopadi. Raqiblar qo'rqadi, muxlislar chiqaradi. Husanov